O'rtoq kutib olmadingmi? Sen topolmay joydami? Nima qilyapsan? O'rtoq, hop nima baqirib tashlaysan? Boshqasini olib beraman, telefon ekan. Toshkentda emasmiz-ku, Namangandamiz o'rtoq. Hozir qayerdan topamanmi? Yomon yorib qo'yding bori. O'rtoq, men siqilasan? Orqangga qara, texnopark bor ekan orqamizda. Bu kirib chiqamiz. Turgin, yurgin sen. Cho'rlab chiqaman. O'rtoq, bettabcha o'ptiman berar ekanda. Menga nima kerak bor, o'rtoq? Yursenchi, yengisini olamiz. Yurchi, nariyoqqa boringlar. O'rtoq, mana do'kon kirib oqinglar. Betdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Mana shu 12 ni ola qolaylik, asabi buzding bori. Sostenasiya zo'rlagan. Zo'r bo'ladi-da, o'rtoq. O'shani bering, olib kelib bitta ko'ringlar. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Malikada ishlaysiz? Ha, Malikada ishlayman, aka. Nima qilyapsiz Namanganda? Men Namangandagi Maxkindan Optim telefon olib ketaman, aka. Yo'q. Ha. Mana, aka. Aka, Optimga nechli berasiz buni? Aka, donaga ham, Optimga ham bir xil narx. Yaxshi ekan. Mayli, mana shuni bera qoling, aka. Hop. Mana. Bolalaringga berasan. Qara. Toshkentdan kelib shu yerda olib ketsa-ya. Ha? Gap yo'q ekan, arzon ekan narxi. O'rtoqlaringiz. Aka, biz ikkita kastinchim tanladi-ku. Hozir sherigimiz ham bittasini tanlaydi-da. Biz mashina olib turamiz, o'zi pulini berib chiqadi. Sizniki bilan aka 3 million so'm bo'ldi. Hang. Padaringga minnat. Akajon yordam bering. Sizda taxminim bo'yicha grisha ko'rmayapman. Bir boshdan oyoq MRT qilib ko'ringlar, javobini ko'ramiz. Nimalar deyapsiz? Qanaqa boshdan oyoq tekshirtiramiz? Bitta grijani aniqlay olmasangiz, qanaqa doktorsiz o'zi? Aka, bu qo'rqinchli narsa emas. Oddiygina grija. Bitta chiroyli qilib massaj yozib beraman, hozir dorilarni ham hammasini yozib beraman. 3 oy, 2 oyda yaxshi bo'lib ketasiz, aka. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Mana xususiy klinika ochganlarga borsam, MRT qilish kerak, MCT qilish kerak, balobatlar mana shunaqa bo'lyapti. Ular faqat pul olishni biladi. Rahmat, doktor. Menga qarang, doktor. 3 oyda yaxshi bo'ladi deyapsiz. Imom qolmayapti, og'rig'i battar bo'lyapti. Nimadan ekan? Keling, o'tiring. Dorilar sekin-sekin ta'sir qiladi, og'riqli bo'lib turadi. Shamollashingiz bo'lsa ham ozgina zirlatib og'ritib turadi. 3-4 oydan beri shunaqa bo'lganligi uchun battar bo'lib ketyapti deb aniq qildim-da. Xavotir olmang, dorilar yaxshi ta'sir qilsin, o'tib ketadi. Rahmat, voy, vashsha. Bellarim og'rib ketyapti. Borgan doktorim foyda bermayapti-ku ham. Menga qarang aka, sog'liq sizniki. Boshqa hech kim tiklab bera olmaydi. Andijonda qo'sha mehmonxonalaringiz bo'lsa, uylaringiz bo'lsa, qo'sha mashinalaringiz bo'lsa, arzimagan pulli bor-ku, doktordan ayavasiz o'zingizni sog'lig'ingiz uchun. Unaqa bo'lmaydi-da. Tupu-tuzli doktorga bordik-da, yerda chiqib ketyapsiz, bitta kichkina analiz dedim. Aka, turing, shu doktorga boramiz. Men bilmayman. Sizning sog'lig'ingiz menga ham kerak lekin. Aka, Voy, Alloh shifo bersin, ha. hujjatimizga kelibdi. Yuring. Markazlarga aytdim. Bu grija emas, o'simta ekan. Hop, doktor nimadir qilish iloji bormi? Olib tashsa bo'ladimi operatsiya qilib? O'simta tanani qoplab olgan. Agar vaqtliroq tekshirganimizda, balki ulgurarmidik. Uje kech, aka. Bu yoq uje hammasi Allohdan. Alkash ro'za kunda ham ichadimi?
Ay o'laychmi? O'rtoq, Toshkentdan kelib lekin haqiqatdan grillni yeyman, bilasan-ku. Вообще mazza bor. Ana arkashni qara. Hali kechmagandir. Ko'ramiz, ketdik. Ya o'rtoq, sen borib o'zi yana ko'r. Men ichgan odamni ushlashga hazar qilaman. Birodar, nima bo'ldi? Aka mazam ochib qoldi. Qorningizni ochma. Yuring. Do'stim, shoshmasdan xotirjam yeyavering. Uyga ham sabr qildirib qo'ydim. Rahmat aka. Aka rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Mani uyga olib ketasiz. Rahmat kattakon. Katta salom aytasiz. Xizmat bo'lsa, kelaveriz. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Alloh panohda bo'lsin. Menga qara, o'rtoq. Bitgan yordam beraverasan, tavba qildim. Yomon gumonda bo'lmagan do'stim. Ro'za tutish mumkin emas ekan. Shunga mazasi qochib qolibdi. Yaxshi gumonda bo'laylik do'stim.